Salom do'stlar, sizlar bilan bugun yana Playmaster keldi. Bugungi videomizda biz Robloxdan qanaqadir youtuberlik rasm topib oldim. O'shani o'ynab kuchayishga harakat qilamiz. Qani ko'rmasizlar, biz unda kameradan video olib, kompyuterdan create qilib, bizga joylashimiz kerak bo'ladi. Bizda maksimal 156 ta klik karta bor ekan, o'sha kartani to'ldirib videoni YouTube'ga qo'yamiz. Уже 100 ta belli kartani 156 ta bo'lgandan keyin qancha pul berishini ko'ramiz. Bu o'yinda ham pul, ham olmos berar ekan. Biz pullarni olib kompyuter kameralarni maksimal darajada kuchaytirishga harakat qilamiz. Mana videoni olib uyga kirdik. Endi videoni taxlab, keyin uni ustiga rasm taxlashimiz kerak bo'ladi. Bizning kompyuterimiz hozircha ikkitadan bermoqda, video kameramiz esa bittadan bermoqda. Biz olib kuchayib ketamiz. Bu endi kuchayish juda ham oson ekan. Buni pullar ham juda tez berar ekan. Juda tez ishlar ekan, kompyutercha ham eski bo'lsa ham. Rasmlar ham zo'r ekan. Bu igrada YouTube'da bunday taxlashni bilmagandim. To'g'risi men ham YouTube'dan ko'rib qoldim. Shu uchun men ham o'ynamoqdaman. Hada bitta o'yinni o'ynashdan zerikib ketdim. Minecraft, Brawl. Umuman zerikarli ikkita o'yin. Tamom. Boshqa o'yinlarni ham o'ynab ko'rishga harakat qilyapman. Mana rasmga o't qo'yamiz va boshqa rasmlarni ham taxlab olamiz. Keyingi videolarda, yana qismlarda eng zo'r kamerani olishga harakat qilaman. Bu video 3 ta qismdan iborat bo'ladi. 3-qismda eng zo'r video kamerani olaman. Hozir biz bitta video qo'yamiz kanalimga. Upload'da bosish kerak menimcha. Upload'da bosish kerak ekan. Upload'da bosdim, bitta rasmni belgilayman va videoni belgilab, kontentni qo'yaman. Ko'p pul va almoslar ham berdi. Endi pulga biz kamera sotib olib kelamiz birinchi kun. Nima berar ekan birinchi kundan? Yaxshi, ikkita sandiq. Menimcha bular mebellar. Qani, mebelga turibdi. Endi bir do'konga olib kelaylik qani. Yo'q, milkshake deyapti. Shart emas. Do'konga boramiz, narsalarni olamiz. Kameralar juda arzon turar ekan, hozir eng qimmatini olamiz. Eng qimmat qani ekan? Mana eng qimmati bizning pulimizga mos. $20 sotib oldim. Endi qolgan pulga biz bu video kartani joyini ko'paytiramiz. Mana 3000 ga 249 ta bo'ldi. Yaxshi, biz ancha o'ylaganimdan ko'ra tez kuchaymoqdamiz. Video kamerani ham zo'rini oldik. Endi uyga borib, birinma-ketin videolarni taxlab YouTube'ga qo'yamiz. 249 ta bo'libdi. Hozir birinchisi 156 ta bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi 249 ta. Yandagi videodan ko'ra anchalik ko'proq pul beradi. Biz keyin ham kompyuter sotib olishimiz mumkin. Birma-ketin narsalarni kuchaytirsak, yaxshi bo'ladi. Hozir videoga nom belgilaymiz. Jang deb belgilasak bo'ladimi? Bo'lar ekan. Endi YouTube'ga qo'yamiz o'sha jang degan videoni. Upload'da bosib, yangi videoni qo'yamiz YouTube'ga. Yaxshi, YouTube'ga qo'yildi. O'ylaganimdan ko'proq pul berdi. $42 pulimiz bor endi. Ko'p balo olmoslar ham berdi. Biz olmosga stollar sotib olsak bo'ladi, turli xil mebellar bilan. Mana ikkita sandiqni bu yerga joylashtirib olamiz. Yaxshi, uyimiz chiroyli ko'rinadi. Bu sandiqda ko'p narsa qo'ysa ham bo'lar ekan. Endi bir magazinga borib kelaylik qani. Bizning pulimiz yetgan kamera va kompyuterni sotib olamiz. Kompyuterlar ham juda arzon turar ekan. Eng qimmatini bilmadim qancha turadi. Keyingi videoda eng qimmatini olishga harakat qilamiz. 16 talik 16 ming turar ekan, shuni olamiz. Bizani shunga pulimiz yetadi. Endi bir kameralarga ham qarab ko'raylik qani, qanchaliklar bor ekan. Biz eng zo'rini olgan ekanmiz, pulimiz yetmay qo'yganiga. Endi qolgan pulga video kartaning joyini yana ko'paytiramiz.
O yaxshi 960 ta bo'ldi. Endi bizga ko'proq pul va ko'proq obunachi va prosmotrlar keladi. Bu degani pul. Pul degani yangi kamera va yangi kompyuter. Hozir kompyuter va kamerani uyga borib joylashtiramiz. Bizga endi eski kompyuterimiz kerak emas. Yangi kompyuter bilan yangi videolar olib o'sha YouTube'ga joylaymiz. Qani uyga bo'lmasa, lokatsiyadan uyni belgilaymiz va uyga kirib olib yangi kompyuterni joylashtiramiz. Yangi kompyuter ham zo'r ekan. Bu kompyuterda yangilashgan varianti. Biz hozir bilan olib tashlab yangi kompyuterni qo'yamiz. Yangi chair olishimiz uchun bizga kamida 500 ta olmos kerak bo'ladi. Mana endi kompyuterdan video taxlaymiz. O 16 talik karta ketgan bunga. Yaxshi, juda tez taxlanadi videomiz ham endi. YouTube'ga zo'r bo'lib ketamiz. Videoga nom beramiz. Raketa deb. Bo'ladimi? Bo'lar ekan. Endi eksport qildik, endi YouTube'ga qo'yamiz. YouTube'ga kirdik. Endi videoni joylaymiz. 960 talik bo'ldi. Qancha bergan ko'ramiz hozir. Ko'p bor almozlar berdi. O yaxshi, o'ylagandan ko'proq pul berdi. Endi $163 pulimiz bor. YouTube rangini o'zgartiramizmi? Yo, o'zi yaxshi turadi. Bo'ldi, o'zi yaxshi turadi. Endi uyga borib magazinga borib yangi kamera va yangi kompyuter sotib olamiz. Qani bo'lmasa, mana magazinga ham kelib oldik. Endi bitta yangi kompyuter sotib olamiz. Kompyuter eng yaxshi 49 ming tur ekan. Undan ham qimmatlari bor 66 talik. Keyin kamera pulimiz yetmay qoladi 66 talik olsam. Birinchi kamera olamiz, kompyuterdan keyinroq ham olamiz. Kompyuter hozir bizga kerak emas unchalik. Kamera bo'lsa bo'ldi. Mana yana pulimiz yetmaganidan 49 ming olamiz va qolgan pulga video kartani joyini ko'paytiramiz. Video karta o'ylagandan ko'proq bo'lib ketdi. Wow, endi bizni ko'proq pulimiz bo'ladi. Va yangi kompyuter va yangi kamera olishimiz mumkin. O'sha bizni videolarimizni 1000 ta odam ham ko'rdi. 3 ta obunachimiz bor. Hali ko'p bo'lib ketamiz. Uyga boraylik qani. Videoni olib bo'ldik yarmini. Endi to'liq qismini olib bo'ldik. Endi uyga boramiz. Mana uyga ham kelib oldik. Yo'q, nima zagruzka endi kelib oldik. Endi yangi kompyuterni qo'yamiz. Yangi kompyuter ham o'ylagandan ancha zo'r ekan va kattaroq ekan. Eski kompyuterni olib tashlaymiz. Chairni ham boshqa o'rnatamiz. Chairni yangi kompyuterni oldiga o'rnatamiz. Hozir ko'rib turibsizlar, chairimiz dinozavrdan qolib ketgan. O yangi chair olamiz keyinroq 250 ta olmos yiqqanimizdan keyin. Bizga hozir taxminan 30 nashtadir olmos bo'ldi-da. Mana videoni ham edit qilib oldik. Endi YouTube'ga qo'yamiz video nom berib. Bomba deb qo'ysak nom berib bilammi? Nom berib bo'lar ekan. Endi YouTube'ga qo'yamiz. Yangi rasmni create qilib. Yaxshi. Zo'r rasmchalar chiqdi. Endi biz oddiy igra bo'lsa ham zo'r rasmlar create qilib YouTube'ga qo'ysak ham bo'ladi. Hali obunachilarimiz ko'p bo'lib ketadi. Hayotda ham, Robloxda ham. Hayotda 50 ta bo'lishimiz kerak. Sizlar 50 ta bo'laylik do'stlar, iltimos. Obuna va like post esingizdan chiqmasin. 28 ming ta odam ko'rgan общий videolarimni, lekin biz 50 tagina ham emasmiz. Obuna bo'ling. Biz tezroq 50 ta bo'lishimiz kerak. Atiga 6 tagina qoldik. Ana endi 390 ming so'm pulimiz bor. Endi yana kamera olib kelamiz. Kamera va kompyuter. Hozir endi do'konga teleport qilamiz. 8 ta obunachi bo'ldi. O'ylaganimdan ham tez kuchayib ketmoqda Robloxdagi kanalimiz. O'zi uyimning yonida ekan, nima teleport qilyapman. Endi hozir mebellarni ko'ramiz. Agar mebelga pulimiz yetsa,
Yangi chair olamiz. U xunuk chairdan ko'ra yaxshiroq. Oho, ancha ko'p mebel bor ekan bu yerda. Qancha tur ekan? 500 ta olmos tur ekan. Lekin juda chiroyli ekan, игровой ekan. Bularchi? Buni ko'rib kelayotgani Champion Series CPG. CPG ekan, CPG dema. Yaxshi 250 ta olmos tur ekan. Biz hozir 250 ta olmosni yig'ib kelamiz. Bizda hozir 56 ta olmos bor. Endi hozir yangi kamera sotib olamiz. Yo 390 polni ko'paytiramiz video kartani. Shunday qilamiz. Bo'lmasa bizga yaxshi kontent bo'lmaydi. Ana endi 11 tadan video kartani to'ldiramiz. Darrov 17 ta obunachi bo'ldi. Hozir buni qo'ysak, nechta obunachi bo'lar ekan? Hozir ko'ramiz-da. Bizga ham shunaqa kontent bo'lsa edi, qani edi. Sizlar ham shunaqa kontentga erishim uchun harakat qilinglar. Robloxda kuchaydikmi, endi hayotdan kuchayamiz. Men hali yangi videolar chiqaraman. 4-qism survival, 4-qism taxminan bu haftalarda chiqib qoladi. Har kun shortslar qo'ymoqdaman. Yaqinda ham shorts chiqadi. 5 kun 5 ta blogerni quramiz. Unda shu video ko'p bala komment yozsa, o'sha video chiqadi. U shorts bo'lsinmi yoki katta videomi? Kommentariyada yozib qoldirasizlar. O'sha 10 ming ta video karta bo'ldi, 11 ming ham bo'ldi ana. 11 ming ta video kartani joyi tezlat bo'ldi. Endi uyga borib ularni YouTube'ga joylaymiz edit qilib. Ana o'sha bizning eski stulimiz va yangi kompyuterimiz, videoni edit qilamiz va YouTube'ga joylaymiz. Kompyuter ham, video karta ham 33 ta joyni oladi. Lekin kompyuter tezroq ishlaydi. Shunisi ham bor. Kompyuter 2000 ta video kartani olib bo'lguncha u endigina 1000 ta olgan bo'ladi. Chunki video kartaga video yozib olish juda qiyin bo'ladi. Kompyuterda edit qilish esa oson ekan, lekin real hayotda juda video olish oson, edit qilish esa qiyin bo'ladi. Mana shuncha mehnatimga yarasha sizlar ham obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Mana yana videoga qaytamiz. 2000 tasi qolibdi, 1000 ta qoldi. Endi 1000 dan juda kam ham qoldi. Endi hozir videoni edit qilib bo'ldik, YouTube'ga joylaymiz. Videoga qanaqa nom bersam bo'ladi? 3 boshli bo'rimi? Yo'q, bilmasam. Shunday qo'yib kelayotgan 3 boshli bo'r deb. Agar bo'lmasa, video nomini yana o'zgartirib, boshqa videolarga o'xshash bomba yoki jang degan narsalarni qo'yib ko'ramiz. 3 boshli bo'ri. Yo'q, to'g'ri kelmadi. Nima qo'ysak bo'ladi? Bu bo'ri qo'yib kelayotgani. Yo'q, bo'ri ham to'g'ri kelmadi. Video 5 qo'yamiz. O'zi video 5. Shuning uchun video 5 qo'yamiz-dayi. Nomini to'g'rilab, eksport video qildik. Endi YouTube'ga qo'yamiz o'sha videoni. Mana YouTube'ga kira olishimiz kerak. YouTube sal qotmoqda. Ana kirdi. Endi uploadda bosib YouTube'ga qo'yamiz videoni. Qancha pul berar ekan? Ana bir titel. Oho, ancha olmos va 2000 pul. Yaxshi. Video shu joyda yakunlanadi do'stlar. Sizlar bilan bugun yana Playmaster kanali bo'ldi. Bugungi videomiz shunaqa narsalardan iborat bo'ldi. Keyingi videolargacha ko'rishguncha obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Sizlar bilan bugun Playmaster kanali bo'ldi.